biror bir ish qilishimizda bizga dopamin kerak bo'ladi-da. Ya'ni shu narsaga nisbatan bizga xohish uyg'otish uchun. Dopaminni har xil yo'llar bilan ko'paytirish mumkin. Yuqoridagi relslarda aytib o'tdingiz. Dopaminni bir zaxirasi bormi? Tugab qolishi mumkinmi biz ko'p ishlatib olsak? Faqatgina harakatda uzoq muddatga yetadigan sog'lom dopamin ishlab chiqariladi. Arzon dopaminni nimaga o'xshatish mumkin? Ishlamasdan turib oylik olishga o'xshatish mumkin-da. Ishlamasdan turib oylik olsa, odam mazza qiladi, keyin ishlagisi kelmaydi. Dopamin juda ko'p ajralishi qanday holatlarda kuzatiladi? Bu preparatlar iste'mol qilganda, psixotrop preparatlar iste'mol qilganda dopamin juda ham ko'p ishlatiladi va dopamin tugab qolgandan keyin yana shunaqa preparat xohlaydi va hech narsaga reaksiyasi bo'lmay qoladi shunaqa inson. Shuning uchun dopaminni ehtiyot qilish kerak, sun'iy dopamindan qochish kerak.